Sog'lom inson uchun kuniga demak 2 mahal oziq iste'mol qilish bu eng foydalisi hisoblanadi. Lekin dieta qilayotgan inson uchun 2 mahal oziqlanish bu foydali bo'lishi ham mumkin, zararli bo'lishi ham mumkin. Agar biz dieta jarayonini ochlik bilan amalga oshirayotgan bo'lsak, bizda qanday muammolar vujudga kelishi mumkin? Birinchisi, kalsiy, D vitamini va oqsilning yetishmasligi natijasida suyaklarning mo'rtlashishi, ya'ni osteopeniya va osteoporoz holatlari vujudga kelishi mumkin. Ikkinchisi, ochlik bu organizm uchun stress hisoblanadi. Ya'ni buning natijasida organizmimizda kortizol ishlab chiqarish ko'payib ketadi. Kortizolning ko'payishi qorin parda atrofiga yog' yig'ish holatini juda ham kuchaytiradi. Natijada bizning ozish jarayonimiz juda ham sekinlashadi. Ochlik kortizol gormonining ko'p ishlab chiqarilishiga olib keladi. Natijasida qorin parda atrofiga yog' to'plana boshlaydi. Uchinchisi, reproduktiv o'zgarishlar vujudga keladi. Ayollarda follikullarning yetilishi o'zgaradi, sikl o'zgaradi. Erkaklarda bo'lsa testosteron ishlab chiqarishi susayadi. To'rtinchisi, kamqonlik, ya'ni anemiya vujudga kelishi ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Beshinchisi, miyamizga asosiy bo'lgan moddalar glyukoza va yog'larning yetishmasligi natijasida miya faoliyatimizdagi o'zgarishlar buziladi, xotira, eslab qolish va ruhiy holatlarning o'zgarishi vujudga keladi. Dieta bu umumiy kaloriyani defitsit qilish orqali sog'lom ozish jarayoni hisoblanadi. Har bir tana massasi uchun ma'lum belgilangan umumiy defitsit kaloriya miqdori ma'lum. Biz albatta bu kaloriya miqdorini tana massamizdan kelib chiqqan holda aniqlab olishimizga to'g'ri keladi. Vazn darajangizni aniqlang. Kunlik kaloriya ehtiyojingizni hisoblang. Sog'lom ozish uchun 500 kaloriya defitsit yetarli. To'g'ri oziqlanish va jismoniy faollik asosiy qoidalar. Shunda siz barqaror ozasiz. Bu jarayonlarda eng muhim moddalarimizdan biri suv hisoblanadi. Har bir tana vazni uchun eng kamida 30 ml suv iste'mol qilish kerak. Bu degani 80 kiloli inson 80 ni 30 ga ko'paytirsak 2400 ml, ya'ni 2,4 litr suv iste'mol qilish kerak. 90 kiloli inson 2,7 litr eng kamida suv iste'mol qilish kerak kunlik me'yoriy holatda. Dieta qilishdagi yana muhim jarayonlardan biri albatta bu jismoniy faollik. Biz jismoniy faollikni faqat trenajyor zalida tasavvur qilmaylik. Biz oddiy yurish orqali ham bunga erisha olamiz. Uning uchun biz albatta yurishimiz tezroq bo'lishi kerak va organizm demak terlashi kerak ko'proq. Bunday videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying va do'stlaringizga ham jo'natib qo'ying. Ular qanday dieta qilyapti?